Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchilar, mana yana bitta stanogimiz. Tojikistonga ketyapti. Akamiz o'zi prямо Rossiyadan shekka kelib, shu yerda o'rganib, olib ketyapti. Hali uyga borgani yo'q. Bizlar Tojikiston qayerga ketyapti bu? Navonga? Yovonga. Tojikistonning Yovon shahriga ketyapti. Endi granitsada olib o'tgani udobno qilib qo'ydik-da g'ildiroqlarini. Granitsadan yetirib olib o'tadigan joylar kelib qolsa, hozir kargolar yopiq ekan, shunga o'zim olib ketaman deyapti. Bu tomondan ishlar ketyapti. Mana buni sulolasi Qashqadaryoga. Andijon karyapti. Bizdagi ekran pechkalar ham bor. Tayyor bo'lyapti. Hammasi qalin materiallardan bo'lgan. Akamiz abrazlari, o'zi chiqargan mahsulotlari. Mana o'sha. Aeroport qog'ozlari turibdi. Prямо Rossiyadan kelib, shu yerda o'rganib, shu ratalargacha olib ketyapti. Dastlabki xizmatlarni o'zimizda bo'lib ketadi. Kimga shunday stanolar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Qoliplari ham hammasi bor. Ha, yetarib ketaveradi. Abildira bilan bemalol ketaveradi. Chegaradan ham narsalar shu ustiga qo'yib yetarib ketaveradi. Tojikistonga ketsam bo'ladi. Bir rol qo'yib qo'ysa. Ko'p porterga buksa qolaverasizmi? O't qara, yoniga qara, yoniga. Da. Ana stonni yukladik. Xudo xohlasa Tojikiston granitsiyaga olib tashlaymiz hozir. Ota o'tdan belashib